Salom obunachilar. Mana men quyonim bugun erta tug'ishga tayyorgarlik ko'ryapti. Mana uylarni ham tayyorlash boshladi. Endi bu quyon ertaning tug'ishi mumkin. Aslida bu quyon 20 kuni tug'adi, 20 ga ham yaqin qoldi kun. Mana hashlay to'plasa, mashinaga to'playdi. Keyin chalik bu quyonimiz tug'ishiga yaqin bor. Bu zoti hikol. Buniki ham hikol. Hozir yapti bu. Bolalari bor ichkarida. Shunaqa qilib yungini tugadi. Buni ikkinchi tug'ishi. Bu birinchi tug'ishi. Keyin bular bolalari tez katta bo'ladi va ona quyon o'zi sut berib emizadi va ona quyon sal bolalar 15 kunlik bo'lganda olib chiqadi. Keyin bu ona quyonlar tuqqandan keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin undan keyin o'zlari don yeydi. 15 kunlikda sal katta bo'lib qoladi bolalar qonida. Bu quyon o'zi ko'pincha savollar keladi. Quyon necha kunda tug'adi, qancha oyda tug'adi deydi. Quyon tug'sa 30 kun, 31 kunda tug'adi. Keyin bu quyonlar birinchi tug'ishida 6 ta, 5 ta tug'adi birinchi tug'ishiga. Bu tug'di. Bolalari 7 kunlik, 8 kunlik bo'ldi. Hozir yotibdi ichkarida. Uyini o'zi tayyorlagan. Nafas olyapti. Qimirlatyapti uyida. Uyini ichida hozir. Ko'rmoqchi bo'lsanglar. Hozir ko'rsataman. Ko'rmoqchi bo'lganlarga mana quyon yotibdi. Mashilar bir 10 kunlikka yetmagan hali. 10 kunlikka yetganda sal ko'z ochilish boshlaydi. Ashna bo'ladi. Fonlarim o'chib qoldi hozir. Chunki ko'rolmadinglar. Mana uy solyapti hozir.